يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Moskvaning Prospekt Mira mavzesida joylashgan Jome masjidida ikkinchi marotaba Qur'on festivali o'tkazildi. Shu anjumanga Rossiyaning turli hududlaridan, Markaziy Osiyoning O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistondan kelgan Qur'on hofizlari azon aytishida musobaqalashdi. Shuningdek, tanlovga qatnashgan 5 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan bolalar hifz va tilovat nominatsiyalarida kuch sinashdilar. Katta bo'lganda meni orzuyim shayx bo'lib ketsa, anaqa Makkaga imom bo'lish. Hamma musulmon anaqa o'zini joyida yursin, musulmon o'zini anaqa dinida ketmasin. Shunda jannatga kiradi musulmonlar. Savollar oson bo'ldi. Jurilarim o'zi yaxshi ekan. Bu yil birinchi marta uchastkamiz qildik. 5-6 yoshdan men Qur'onni yodlashni boshladim. O'zim ota-onalarim meni o'qitishgan. Qiyin ham bo'lgan, oson ham bo'lgan, har xil bo'lgan. Дети – это наше будущее, дети – это основа любого общества. И очень важно детям привить любовь к Священному Писанию. Важно пробудить в них желание познавать Священный Коран. И, наверное, очень важно пробудить желание не только его изучать, не только учиться Корану, но стараться его также и понимать и стремиться привносить вот эти принципы Корана в нашу повседневную жизнь. Festival mehmonlariga yangi qurilgan masjidning 3-qavatida Checheniston prezidenti Ramzon Qodirov tomonidan sovg'a qilingan payg'ambar soch tolalari namoyish etildi. Shuningdek, anjuman ishtirokchilariga arab qo'lyozmalarining noyob namunalari ko'rsatildi. Azon o'qishda g'olib deb topilgan qirg'izistonlik Muhammad Rasul Moskvaning Jome masjidida juma namozlaridan birida azon aytish bilan ham taqdirlandi. Eng birinchi Allohga shukr, alhamdulillahi robbil alamin. Butkul olamlarning robbisi bo'lgan Allohga hamd bo'lsin. Bizni maxluq qilib, ashrafiy maxluq qilib, o'sha maxluqlarning ichidan dag'in odam qilib, aqllilarning ichidan musulmon qilib, musulmonlarning ichidan masjidga keluvchi qilib, masjidga keluvchilarning ichidan dag'in Qur'on o'quvchi, azon aytuvchi qilgan Allohga hamd bo'lsin.